Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalar do'konimizga sintekislab kesadigan stanogimiz yetib keldi. Ushbu apparatimiz Mirolis brendiga tegishli bo'ladi, kompyuterli variantdan. Hozir videoni oxirigacha ko'rib borsalaring, to'liq holatda ma'lumotlarni berib, narxlarini aytib o'tib ketamiz. Mirolis brendiga tegishli. Hop, 4 lidan 12 ligacha bo'lgan simlarni silliqlab beradi. 7,5 kW, 380 voltga ishlaydi. Motori jami vazni 195 kg bo'ladi. Motorni ko'rishlaring mumkin. 7,5 kW, 100% misat motkali, 380 voltga ishlagan motor bilan jihozlangan. Bu tomonda mana shkifi, pastdagi aylantirib sim tekislab beradigan harakat beradi. Bu tomonda esa gidrobochaganing enishisiga motor harakat beradi. Bu kesib beradigan qismi bo'ladi. O'zi avtomatik kesib beradi. Kompyuteri bor. Mana kompyuterni ko'rishlaring mumkin. Kompyuterida masalan 10 ta 1 metrdan kesish qilib turib start berib qo'ysalaring, bu yerda o'zi kesib turib 10 ta kesganda to'xtaydi va o'sha 1 metrdan kesib beradi. Kompyuterlari ham komplet holatda bo'ladi. Endi pastlarini ko'rsatamiz, silliqlik qismini. Sim bu tomondan solinadi. Mana shu o'rtadagi aylanib turgan barabarlari silliqlab bu tomondan chiqarib beradi va kesib berishga mo'ljallangan bo'ladi. O'zini gidrobochoklari bor. Gidrobochoklari 18 litr moy sig'imiga ega bo'ladi. Mana shu yerdan quyiladi. Bu joyga o'sha tat 17 moylardan bemalol quyib ishlatsalaring bo'laveradi. Apparatimiz aytib o'tganimizdek jami vazni 195 kg, 200 kg atrofida bo'ladi. Narxi esa $980 chiqadi. Mirolis brendiga tegishli. Undan boshqa brendlar ham bor, lekin bunga sifatiga 6 oyga garantiya beriladi. Ancha ham sifatli va baquvvat ishlab chiqarilgan apparat. Germaniya, Xitoy hammasidan bo'ladi bu apparatimiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol kelaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahar, Navoiy massiv, Malina Sitavorda joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlari do'kon bo'ladi. Do'konimizda undan tashqari har xil turdagi qurilish texnikasiga taalluqli apparatlarimiz va armatura bukilgan, yana sim tekislayotganlarimiz ichkarida esa armatura bukilganda har xil modellaridan bor. Undan tashqari sim tekislab kesadigan rushnoy modeli, armatura kesadigan, stashka silliqlaydigan har xil turdagi stanoklarimiz bor. Kimga shunaqa apparat stanoklar kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Manzil Qo'qon shahar, Navoiy massiv, Malina Sitavorda joylashgan qurilish texnikalari do'koni.